Mana qadrdonlar, hozir biza Toshkentda Alfa parkida sayrgohiga keldi. Asal ko'rgazmasi, yarmarkasi ko'rgazmasi bo'lyapti. Mana bu yerda do'stimiz Toshkentning Qiray tumanidan bu mehmon do'stimiz Andijonning Buloqboshidanlar. Mehnat qilib, mana o'z mehnat mahsulotlarini bilanligi Toshkentga olib kelishdi. Qadrdonlar sog' bo'lsin, hamisha sog' bo'lsin. Ham asallarni ko'rdi, tekshirtirdi. Sifatliga gap yo'q, narxlarga ham gap yo'q. Shularga inshaalloh ekan, xalqimiz uchun arzon narxga berishyapti, kelishtirib. Buloqboshi tumani Buloqboshi asal mahsulotlari bozoriga asosan 43 yildan beri shug'ullanamiz. Bu asallardan kelamiz, hammasi ko'rib qarashyapti, olishyapti. Narxlar ham kelishilgan holatda. Bemalol yarmarkaga tashrif buyurasizlar. Asal va asalari mahsulotlari sog'lom turmush tarzida o'z o'rniga ega bo'lgan asal. Хотите быть здоровым? Почаще кушайте, пробуйте настоящий экологически чистый продукт мед. Спасибо, дорогие друзья. Shirin jonga berar orom shifokorim shifoyingiz. Biror bemor tuzalganda ochilgaydir chiroyingiz. Mabodo men azob cheksam, dilimdan achilgaysiz. Ko'ngillar sog'ligim istar, shifokorlar aytishadi. Tabiatning tilsiz hikmati bo'lgan asalarini taomi asaldan tatib ko'ring. Sog'lom turmush tarzida yashang, mudom harakatda bo'ling. Aristotelning bir so'zi bor. Harakat bu sog'lik demakdir. Sog'lik esa harakatdan iborat. Движение это жизнь, а жизнь это движение. В городе Ташкенте парк Локомотив Амфар проходит ярмарка с 2 декабря по 11 декабря. Приходите, пробуйте натуральный, чисто экологический мед. Спасибо. Butun respublikamizdan asalchilarni, asal bolalardan tatib ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli onaxonim, Zeboxon ona. Bayramingiz muborak bo'lsin. Har yili bayt Xudo yetkazsin, asal bayramiga xush kelibsizlar. Qaysi viloyatdansiz? Ey, yashang, turistlar shahri. Bozoringiz barakasini bersin. Дорогие самаркандцы, сегодня на ярмарке участвуют гости из города Самарканда, пчеловоды. Пчеловод, с праздником, дорогой! Спасибо. Сегодня ярмарка, это считается для вас праздник, здоровый образ жизни, натуральный, чистый экологический мед. Самаркандский. В Самаркандской области везде. Вот хозяин. Вот, наверное, Хозяин, вот хозяин. Ургутский. Нет, Паздаргомский. Паздаргом. О, Паздаргом, мои друзья. Mehnat uchun asal yaratgan ey Samarqandni Pazdarg'omlik asalchi dehqon. Bayramingiz muborak bo'lsin. Surxondaryoliklar mana bobon otaxonlar orasida mana asalchilar bugun Surxondaryodan ham yetib ketdik. Abdurahmon ota, asallari faqat Surxondaryodami yo butun respublika bo'ylab? Bu respublika chiqarami, lekin Surxondaryodan olganmiz. Sariq Osiyo eng baland tog'lari. Eng baland tog'lar Surxondaryoda bo'ladi-ku. Sog'lom turmush tarzida yashang. Surxondaryolik bog'bon do'stimdan kelib asal olib tatib ko'ring. Bugun bayram, asalchilar bayrami. Sarasiyo deganda Aktam Safarov, Iskandar Gaishnik, дорогие мои друзья, surxondaryolik bolvonlar, mana asalchidan asalni olib kelganman. Xurshid degan asalchini qidirib kelib, Sarasiyolik bog'bon Abdurahim bog'bondan kelib asal oling. Beringga quvvat bo'lay, dardingga darmon, asal uchun yaratilgan ey Allohning haq. Bayram muborak bo'lsin. Дорогие друзья, я вам показывал Алтайский край, Монголию. А вот ребята говорят, что сегодня на ярмарке привезли
Чисто натуральный мед Алтайского края. Горный Алтай. Дорогие друзья, сегодня в городе Ташкенте парк «Локомотив» Анхор празднуют пчеловоды. Elingga quvvat bo'lay, dardingga darmon, xalq uchun asallar yaratgan, ey bobo dehqon deganda. Дорогие друзья, вы не поверите, я вам представлял Алтайский край, проехал с велосипедом в Ташкент, Алтайский край, Монголия, Владивосток. Я вернулся, ребята говорят, наши ферганские ребята, вот это натуральный мед Алтайского края, горный Алтай, встречал меня рай, это российский Алтайский край. Пробуем. Yaşayın. Habibi, aziz yurtdoshlar, sog'lom turmush tarzida yashang. Menga o'xshab harakatda bo'ling. Agar kasal bo'lishni xohlamasangiz, mudom asal yeb turing. Asalni ham har xili bor. Butun asallariga o'xshab dunyoga kelgan bo'lsam, asalni haqiqiysini Oltoy tog'larida yeganman. Hamma tan oladi. Hattoki Vladimir Vladimirovich Putinni mahallasida borib asal olib kelganman. Bu Алтайский край. Bayramingiz muborak bo'lsin. Yetib ketadi. Yashang, menga asal asal qayerdan? Qozog'istonda asal aka. Yo'q, qoyil, yashang. Yon qo'shni, jon qo'shni. Qo'shni davlatning joyi. Bayramingiz bilan.